Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana men Shakariyev va moshinaga sho'rgan qishloqi. Bas sandan o'vnashlarni solmishni so'ramadim. Nu qalaysizlar yaxshimisiz? Nu bo'lib video kirishni like Instagramga o'vna olishni unutmanglar. Asan nimaga berib turibsan? Moshinaga olib qoldim. Paligate. Sen nimaga kelding? Moshinangga men ham yoshmoqchiman. Turyoqonlarga bular вообще-то o'zlarining ketadi. Nu bo'lasizlar tezro videoga like bosing, kanalga obuna bo'linglar. Nu bu menga juda ham muhim. Sabab bo'lar YouTube'da daromad topishni yakkanaga yo'li bor. Bu ham bo'lsa kanallarni ko'tarib sotish bo'ladi. Nu lekin sizlar obuna bo'lmasalar men qattan daromad topaman, to'g'rimi bo'ladi. Nu axir YouTube'dagi videolarni ham men bo'lib bekorga qo'ymayapman, daromad topishni qo'yapman. Daromad topish meni maqsadim. Albatta shuning uchun meni maqsadimga yetish uchun nu tezda kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sabab men bo'lib juda ham xursand bo'laman bu qilgan ishlar bilan. To'g'ri bo'la qaranglar. Obuna bo'lish sizlar uchun juda ham oson narsa. Bilasizmi? Juda ham oson narsa. Lekin sizlar o'shani qilmayapsizlar bo'la. Bilasizmi bu qanaqa insofsizlik endi? Bo'la axir bizlar ham 1000 ta obunachi yig'aylik bo'ladi. Hamma kanallarni tezroq 1000 tadan oshish olmasam to'plab tashlagim keladi. Lekin bo'la sizlar obuna bo'lmaysizlar. Lekin bo'la men bilasizmi 1000 tadan oshish olmasam to'plab tashlashim kerak. Lekin sizlar obuna bo'lmasa men hech qanaqasi to'play olmayman. Shuning uchun tezda kanalga obuna bo'linglar. Videoga like ham ochiqlik qilmaydi. Ularga kommentariyaga savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar. Atvet qilishga harakat qilaman bo'la. Endi esa bo'la mana bularni merga olib topshirishimiz kerak. Mayli bo'la, endi merga olib topshiramiz. Sababi soliq sifatida topshirib kelishimiz kerak. Bu parasotsizlar hali ham mashinani oldida o'tiribdi. Nimani ruxsatim so'ramadi, bilmadim bo'la, mayli. Zato eshigi yopiq. Bo'la kuchinasam eshigi yopiq, kirolmaydi ichkariga bo'la. Baribir qanchalik qilsa ham assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Ikkita qishloq bilan nima qilyapsiz? Prosta gaplashib o'tirman, nima unaqa yomon holatga borib tashaman. Yo'q, bilaman, unaqa yomon holatga borayotganim yo, nima, mana bu allaqachon toza bo'ldinglar. Sen ketishding. Mayli, mana bilan qatga qo'y. Qardam kerak. Tushunarli, mana ichiga solib qo'ydim. Xo'sh, bugun qanaqa ishingiz bor menga? Xullas, bugun senga bitta cho'tka ish bor. Xo'p, qanaqa ish ekan? Mer nimaga har doim menga shu berasiz? Bizga ham shu bering. Astani qo'linglarga chiqib tushuninglar, sizlar hech qanaqasi ishga yaramisizlar. To'g'ri aytyapti. Boya merda mashinasiga garaj quraman deb portlatib olgan yodingdami? U bitta tormozda topolmay qoldim-da. Bilaman. O'sha paytasan tormozda bosaman deb gaz bosgansan. Mayli, men qanaqa ish? Xullas, men yangi mashina sotib oldim. Mashina qayerda? Orqangda. Orqamda. What bu mototsiklmi? Mototsiklli mashina o'zim zakaz qilib, nimasi bo'ladi, o'shani qilib terdim. Xo'p, o'shanga nima qilish kerak? Garaj qurishing kerak. Garaj ham quraman. Omad. Rahmat. Bu qoranglar, bu qanaqa mashina sotib olibdi? Zo'r ekan rostdan ham. Vaqti zo'r ekan. Boyatdan beri qarab o'tiribman. Vaqti bu qanchaga olgan ekan? Bilmadim, lekin aniq qimmat bo'lib qoranglar. Yo'q, buni qildiringlar. Yo'q, lekin bola mana bunaqa katta ikkita balon bor. Stop bola. Bu oz bossam qanaqa ovoz chiqyapti? Bola xir degan bitta ovoz chiqyapti, lekin sizlarga eshitilmayapti. Bu aniq. Qochib qolib turib, bunga garaj qurishim kerak endi men bo'lib. Mayli, eng birinchi bitta haydab ko'raman buni, sababi menga juda ham qiziq bu yuradimi o'z bo'la, qaranglar. Bu yiqilib ketmaydimi? Prosta ikkita g'ildirak bilan turibdi, qaranglar. Yiqilib ketishi ehtimoli katta-yu, hammayli bo'la. Balkim yiqilmas bo'la. Deganda mana bu sira qanaqa sirani bo'la. Mana bunaqa qargu svetlarni yo'q bo'ldim, vaqti chot ekan bo'la. Deganda esa mana bu yerga sekin yaqinlashtirib, bunga garaj quramiz. Buni tezligini qaranglar. Bo'la sekin. Uy bo'la qaranglar. Вообще bo'la qaranglar, hozir zadniy bo'lsam qildiray juda ham tez aylanyapti, bo'la toyapti, qaranglar, toyapti emas bo'la. Mana buni ustida mayli bo'la, necha bu shuncha narsa bo'la, shlem bor ekan. Mer bizani o'likda bo'la, boshimga tosh tushib ketsa nima bo'ladi, to'g'rimi? Prosta biz o'lamiz, qolamiz bo'la, tosh juda ham og'ir bo'ladi axir bo'la. Mayli, endi esa instrumentlarni olib, qurishni boshlaymiz. Bloklari o'zidan bo'pti bu safar, har doim o'zim bloklarni olib kelardim o'rmondan. Endi esa mayli bo'la, endi mana bu sandiqdan chekkaroqqa mana bu yerga qo'yib qo'yamiz va все. Endi esa garaj qurish ishlarini boshlaymiz jigarlar. Endi esa ozgina uyga taqib qo'yishimiz kerak buni, sababi bo'lasa bo'lib qaranglar, o'rdak qildiraylar, aylanayotgan qaranglar, prosta bo'lib mazza qilib. Deganda bo'ldi, все, shu yerda tura qolsin, sababi buni buzib qo'yishim mumkin, ozgina qulaysiz ekan bo'la haydash buni. Deganda esa sekin bo'lib boshlaymiz garaj qurilishini. Stop bo'ldi. Hozir agarda qilmasam buni, stop. Agarda bo'la hozir polni qilmasam
polni qilish kerak bo'lar. Shuning uchun mana buni orqaga olib qo'yish kerak. Sekin orqaga va всё. Lekin bola juda ham tez yurar ekan bu ortadagi qildiragi. Mayli bola, nechop tak boyatdan beri kimga gapirib o'tiribsan? Obunachilarimga nima edi? Men videolaman bilasan. Ha, bilaman, lekin unchalik ham gapirish shart emas. Axir obuna bo'lishmaydi. Nima qilasan unchalik ham og'zingni ortib? Ha, obuna bo'lishadi. Qattiq ketdi ve. Ama shu yerdaman, nima qilasan? Unchalik gapirib, просто tak nima obunachilar albatta obuna bo'lishadi. Qari ham 1000 ta obunachilaringdan hamma umuman hech kanalning 1000 ta obunachi yo'q. Bor, lekin sen bilmaysan o'shani. Ha, bilgan bilaman, bitta kanalingda 2000 ta obunachi bor xolos. Boshqa kanalning hech qaysida 1000 ta obunachi yo'q. Ha, obuna bo'lishadi, men bilaman. Baribir obuna bo'lishadi, ammo bo'la qaranglar, obuna bo'lib tashinglar. Bu qishloq men ustimdan izdivatcha qilyapti, bo'la. Bilmayman, o'zini YouTube kanali ham yo'q. Shunaqa qilib menga izdivatcha qiladi, bilmadim bo'la u kim. Mayli bo'la, sizlar obuna bo'linglar. Baribir yo'qamsan. To'la qolos urib o'ldiraman. Bo'la, endi esa bo'ldi, всё. Endi esa yig'olmaysan. Hozir men bola buni urib o'ldirardim, hamali bola yoshda bola, mayli yashasin endi bola. Qilga qolmaysan. Endi o'zingdan ketdi. Bu yoqqa ketdi. Mazanga. Bu o'lmaydi bu tusiya bo'ldi. O'zidan ketdi, mayli endi esa sekin boshlaymiz atak endi mana bunday qilib, bilmayman, boshlaymiz deb hozir 3 marta aytdim, lekin allaqachon boshlab olganman. Endi esa mana bu taraflarini, lekin bizga bo'la kichkinagina garaj bo'lsa yetadi. Sababi bu unchalik katta mashinamiz, shuning uchun bo'la tagini mana bu tarafga mod bilan foydalanamiz. Biz bo'la vaqt sarflab o'tirmaymiz, prosta mana qo'ramsa bu tarafni yopish kerak emas. Sababi boshda mashinani o'zi kirgizishimiz kerak ichkariga. Tagini mana bu tarafni esa olib tashlash kerak. Qani oppana qilib endi mana bu tarafni olib tashlaymiz. Oppana va всё, bo'ldi, всё. Endi esa bilasizlarmi nima qilamiz? Albatta bu tomini yopamiz. Endi bola tomini boshqacha qilib yopmoqchiman, sababi bizda mana bunaqa bloklar bor bola. Shunaqa bloklar bilan yopsam, menimcha normal chiqadi. Endi esa yarimtali bloklar bilan yopishni boshlaymiz. Oppani qilib endi sekin oppa normalli. Endi bularni bo'laman o'zim qo'l bilan yaxlatib bilan qilmoqchiman, sababi mod bilan qilib jonim ham deydi, voy qiyshiqman bo'la. Shunaqa qiyshiq qo'yaman har doim. Mayli bola, o'rganib ketaman, balkim bo'laman, aniq bir kun o'rganib ketaman. Deb turib balkim yana qiyshiq qo'yaman bo'la, mayli bo'la. Necha deganda sekin mana bularni oppana va всё. Endi esa mana bu tarafini mana bunaqa qilib qo'ysa bo'ldi va mana bu tarafga bu tarafga kerak emas bo'la. Orqasiga ham kerak emas. Necha bo'la. Endi esa yuqorisida ozgina modulash kerak buni, o'zini cho'tki qilish kerak. Endi mana bunaqa qilmoqchiman bo'la. Qali oppana va всё, oppana. Bola u endi men qiyish qo'yapman bu bloklarni. Va shu tushunmayapman o'zim ham, hammaylar endi oppana mod bilan qilganimiz yaxshiroq. Shunda bola qiyish qo'yilmaydi. Endi oppana va всё. Birdaniga qo'yib yuboramiz. Ko'rdilar bola, hech qanday problema emas. Endi mana buni olib tashlaymiz. Moshinani ichkariga kirgizib, bola endi orqasini yopsa, undan keyin всё. Undan keyin boshqa qiladigan ish yo'q. Endi esa bu mashina kirgizamda qochib turlaring qishloqlar nima men ish qilayotgan paytda oldimga kelaverasizlar sizlar vafshi tushunmayman shularga bo'lay nima vafshi bilmayman qiziqarli bo'lsa o'zlari qilsin shunaqa ishlarni qachon qaraman menga ish beradi mer bu nima ko'rmay qoldi bola yurmay qoldi negaligim bilan qo'rqib ketman bola buzib oldimmi deb agarda bunaqa mashinani buzib oladigan bo'lsa men butun umrim nima ko'rmayapti u bola vafshi tushunmadim agarda bola men bu mashinani buzib qo'yadigan bo'lsam butun umr ishlab bola bu mashinani pulini to'lamasam kerak sababi voy sekin voy barakat bola ozgina buzish haqida gapirib o'tirganim urib oldim bola mayli buzilmaydi baribir bu voy bola nima qilyapman ana bu boshqa qiyin ekani buni bilmayman bu mer ham hayron bu mashinani nima qiladi boshqarish qiyin undan qarasa bola unchalik ham qulayli emas bilmadim tez yursa kerak-ku tez yurishni bilmadim lekin bola juda ham qulay ekan degan narsa yana kirishga harakat qilib ko'ramiz lekin bola juda ham qiyin ekan kirish to'g'risini aytsam degan narsa sekin yana voy sekin harakat bo'la nima qildik voy bola hozir mer ko'rsa meni o'ldiradi jigarlar shuning uchun prosta hozir tushirib yuborish kerak bu yerdan voy bola merni o'zi ko'rmadim bola merni o'zi yo'q bola merni o'zi ko'ribdi qoch stop ay krep endi o'ldiraman seni voy bola qoch voy jenosidan bola ko'ribdi mer voy endi menimcha aniq bola endi men qamatib yuboradi bola to'g'rimizni topolmay qoldim endi qochish kerak bu yerdan voy bular namasini tashlab yuboray bola dal izi qolmasin bola shu yerdan shu ko'lga tashlab yuboraman bu narsamni endi nima qilyapman tashlab yubor bularni undan ko'ra qani
O'ppana qilib hammasini tashlab yuboramiz. Kerak emas bunaqa narsalar menga. Qattan ham qurdim bu garajni bo'lib. Mayli, hammasini tashlab yuboramiz. Kerak narsalarni tashlab yubormaslik kerak. Taka nimalarni tashlaymiz. Telefonimizni olamiz va qochamiz bo'lib bu yerdan. Bo'ldi, voy bo'ldi. Agar o'smir ushlab olsa o'ldiradi meni bo'ldi. O'ldiradi, tushunyapsizmi? Endi bo'lib bilmadim. Men sezdimi? Ay sezdi, og'zigina chiqdi-yu bo'ldi ko'z oldimda. Berni o'zing sekin ko'rlikchi bo'la nima qilayotganiga, meni izimga tushsa bo'la yomon bu meni barni topadi. Bo'la ana men ko'rmayapti bo'la cho'ti. Sekin yoniga yaqinlashganimizda do'st bo'lib qo'rqitgandek gaplarini unutib qo'yapman. Deganda sekin mana bu yerdan minib bo'la ko'ramiz hozir men qatt ekaniga. Taqana ko'rlikchi mer chiqdimi, chiqmadimi bilmadim. Taqana sekin uy bo'lana chiqdi. Pechoni yonib ketyapti bo'ldi. Все. Boshqa problema emas. Qochdik bo'ldi. Ko'rib qolmasin tag'in. Endi qochamiz. Krefni ushlalaring.